I continue my journey exploring Almaty's remarkable sports facilities. Almatidagi sport obyektlari haqida hikoya qilishda davom etaman. Bunday inshootlar bu yerda ko'p. Men hatto Almatini respublikamizning sport markazi degan bo'lardim. Bu markaz obyektini bilasizmi? Menimcha bilasiz. Hozir uning qarshisida turibman. Balvon Sholaq nomli sport va madaniyat saroyi. With nearly 6 decades of history, this venue has undergone several reconstructions. U salkam 60 yoshda, lekin bir necha marta o'tkazilgan rekonstruksiya tufayli inshoot hamon peshqadamlar safida. Bu yerda birinchiliklar, yirik sport anjumanlari, katta konsert va ko'ngilochar shoular bo'lib o'tadi. A structure of such significance and stature is truly befitting of the legendary. Umuman olganda inshoot ahamiyati va quvvatiga ko'ra unga nomi berilgan shaxsga munosib. Men Madi Fazl, Sporting Marvels dasturida Qozog'istonning eng muhim sport obyektlari haqida hikoya qilaman. Bugun sizni Almaty sport va madaniyat saroyiga taklif qilaman. Sholaq Palace of Sports and Culture. Almaty shahrining gavjum ko'chalari, odatdagi shahar chorrahalaridan birida esa kutilmaganda atrofga juda mos shaklda joylashgan ulkan sport majmuasiga duch kelasiz. U o'tgan asrning 60-yillarida qurilgan. Binoning me'moriy chizgilarida yaqindagina jiddiy rekonstruksiyadan o'tgan bo'lsa ham, salmoqli tarixga egaligi seziladi. Ammo 20-asrlarga xos me'moriy an'analar izlari ataylab saqlab qolingan bo'lishi ham mumkin. Unda qo'llangan zamonaviy me'morlik yechimlariga e'tibor qilmasak, inshoot ko'rinishida o'sha davrlarning novatorlik jihatlarini ilg'ashimiz mumkin. Ha, bu sport obyekti qurilayotganida zamonasining eng yangi me'morlik yechimlari taqdim etildi. Hatto dadillik bilan ish tutildi deyish mumkin. Vaholanki SSSRning bu davri bir-biriga ikki tomchi suv kabi o'xshash uy-joylari bilan mashhur. Me'morlar ijodga bo'lgan ehtiyojini shunday ijtimoiy inshootlarda, sport majmualarida namoyish qilgan bo'lsa kerak. Sovet binokorlari kreativ yechimlardan faqat izn berilgan darajada foydalanishga majbur bo'lgan. Bu esa cheklangan xarajat bilan juda chiroyli me'morchilik loyihalari ro'yobga chiqarilishiga olib kelgan. Vaholanki loyihalar nomlari odatda ma'lum bir qolipdan chiqolmasdi. Masalan, ushbu sport majmuasi Oktyabr inqilobining 50-yilligi sport saroyi deb atalgan. Shu vaqtning o'zida uning nomdoshlari SSSRning yana o'nlab, balki yuzlab shaharlarida bunyod etilgani hech kimga qiziq emasdi. Ittifoq tarqalgach bu nom yo'qoldi. Almaty sport majmuasi ancha yillardan buyon u qadar kreativ bo'lmasa-da, har qalay keng tarqalmagan nomga ega bo'ldi. Balvon Sholaq nomli sport va madaniyat saroyi. A few words about the man whose name this iconic venue bears. Remember Hercules, Bu sport obyektiga nomi berilgan shaxs haqida ikki og'iz ma'lumot beraylik. Qadimiy Yunonlarning afsonaviy qahramoni Pahlavon Geraklni eslaysizmi? Balvon Sholaq ham Geraklga o'xshagan inson, lekin u afsonada emas, hayotda mavjud bo'lgan. 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida buyuk dashtda yashagan, yengilmas kurashchi hisoblangan. Bilak kuchi cheksizligini namoyish qilib ko'pchilikni lol qoldirgan. Bir vaqtning o'zida 20 ta yigitni dast ko'targan. 20 men at once. Sure, naming a sports palace after such a great athlete makes... Buyuk sportchi nomi sport saroyiga berildi. Lekin u faqat sport emas, madaniyat saroyi ham. Bu borada Pahlavon Balvon Sholaq nozik did egasi bo'lgani, ajoyib she'rlar yozgani, iqtidorli bastakor va ijrochi bo'lganini ham eslash lozim. Menimcha, bu maskanga Balvon Sholaq nomi berilgani ajoyib g'oya bo'lgan. In my opinion, naming this palace after Balvon Sholaq was nothing short of genius. O'lchamlari bo'yicha har qanday yirik sport obyekti kabi, bu saroy ham yirik sport bellashuvlari va madaniy tadbirlar o'tkazish uchun mo'ljallangan. Bu yerda o'z davrida respublika va butun ittifoq, hatto xalqaro tadbirlar o'tkazilgan. Jumladan boks, basketbol, turli yakka kurashlar bo'yicha sport turnirlari tashkil etilgan. Ammo asosiy e'tibor xokkey va figurali uchishga qaratilgani sir emas. Tabiiyki, turli birinchiliklar hamda madaniy tadbirlar orasida bu sport saroyi professional sportchilarning o'quv mashg'ulot bazasi sifatida ham faoliyat yuritgan.
Sport obyekti ish boshlaganidan buyon uning ixtiyorida sun'iy muz yaratuvchi uskunalari bo'lgan katta arena bo'lgan. Ayni vaqtda qator bo'limlari, ko'plab kabinetlari, qo'shimcha binolari bo'lgan. Sport saroyi shahardagi eng keng muz maydoniga ega edi. Arena yiliga 9 oy ishlagan. Buhronga boy 90-yillargacha hammasi ajoyib ko'rinishda bo'ldi. Sport saroyi bir muddat e'tibordan chetda qoldi. Puturdan keta boshladi. Ko'p yillar davomida inshootga muammo sifatida qaraldi. Lekin oxirgi 20 yil ichida boy berilgan vaqt uchun tovon sifatidami yoki uzr so'ralganini ko'rsatish uchunmi sport majmuasi tobora takomillashtirilmoqda. Modernizatsiya shu kunlarda ham davom etyapti. Yana bir necha yillik rejalar oldindan ishlab chiqilgan. Albatta, takomillashtirishning cheki yo'q. Ehtimol shuning uchun ham mazkur eng qadimiy shahar ahlining ko'ngliga yaqin inshoot muxlislari tobora ko'payib borayotgandir. Zero u sportga, me'morchilik, tarixga oid merosimizning bir qismi ekanligi aniq. У нас, я считаю, дворец спорта, он ведущий. Menimcha bu sport saroyi shahardagi yetakchi sport majmuasi deb atalishga loyiq. Unga Balvon Sho'laq nomi berilgan. Biz uni saqlab qolishimiz, kelgusi avlodlar, sportchilarimiz, farzandlar va nevaralarimiz ham foydalanishi uchun modernizatsiya qilishimiz kerak. Будущих наших детей и внуков. This iconic venue underwent a monumental 2011-yilda bo'lib o'tgan qishki Osiyo o'yinlari arafasida bu bino to'laqonli takomillashtirildi. Bu yerda mazkur anjumanning yopilish marosimi o'tkazilgan. O'shanda ta'mirlash ishlari 2 yil davom etgan. engineering and technical system was replaced. Auxiliary Binodagi barcha muhandislik texnik kommunikatsiyalari yangilandi. Qo'shimcha binolar qurildi, uskunalar keltirildi. Shundan buyon yangi imkoniyatlardan to'la-to'kis foydalanilmoqda. capacity standing as a symbol of progress and excellence. В 2010 году, вернее, было 2011-yilda, to'g'rirog'i 2010-yilda Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik doirasida Balvon Sho'laq majmuasida rekonstruksiya ishlari nihoyasiga yetdi. 2010-yildan sport saroyidan foydalanila boshlandi. 2010-yilda qator tadbirlar o'tkazildi. Jumladan futzal bo'yicha UEFA kubogi o'tkazildi. 2011-yilda gandbol bo'yicha ayollar jamoalari o'rtasida chempionat o'tkazildi. чемпионат среди женских команд по гандболу. В 2011 году 30 2011-yilning 30-yanvaridan 6-fevraligacha bu yerda qishki Osiyo o'yinlari o'tkazildi. Bu yerda ayollar xokkeyi birinchiligi tashkil qilindi. по женскому хоккею. Здесь у нас до сегодняшнего базира. Bugungi kunda bizda Aysulu ayollar xokkey klubi ishlab turibdi. Ayni paytda Qozog'iston chempionati o'tkazilmoqda. Проводится чемпионат на льду, чемпионат Казахстана. Har qanday keng ko'lamli sport bellashuvlari qabul qiluvchi mamlakat nufuzini oshiradigan imij loyiha hisoblanadi. Shuning uchun ulkan anjumanlar arafasida u yoki bu sport majmuasida rekonstruksiya boshlansa, demak bu maskan eng yuqori darajadagi xalqaro standartlar darajasiga olib kelinishini anglatadi. Osiyo o'yinlari arafasida Balvon Sho'laq nomli sport va madaniyat saroyidagi ta'mirlash ishlari bir necha yilga cho'zilib ketganining sababi ham shunda. O'shanda sport obyektiga yangi hayot baxsh etildi. Uning tashqi ko'rinishi ham, ichki muhandislik, elektron jihozlari, hatto binoning ichki tuzilishi, vazifalari ham keskin o'zgardi. Qo'shimcha 1,5 ming o'rinli kichik arena bunyod etildi. Inshootning avval mavjud bo'lgan qismiga qayta shakl berildi. Har bir kvadrat metr maydonining bajaradigan vazifasi to'la qayta ko'rib chiqildi. Sportchilar va sport saroyidan foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida kiyim almashtirish xonalari, dam olish xonalari, tibbiy tiklanish majmuasi modernizatsiya qilindi va kengaytirildi. Inshootda matbuot markazi, sharhlovchi kabinalari ajratildi. Tomoshabinlarga qulay bo'lishi uchun o'sha vaqtda mavjud bo'lgan eng zamonaviy elektron tablo o'rnatildi. Aytgancha, majmuaning eski arenasiga bir vaqtda 6000 ta tomoshabin sig'ardi. Rekonstruksiyadan keyin esa undagi tomoshabin o'rinlari 3dan 1 qismga kamaydi. Takomillashtirish uchun ham qandaydir haq berilishi kerak. O'rin kam, ammo zamonaviy va shinam. Вместимость самой арены 3700-600
мест. Arenada 3600 ta o'rin bor. Shuncha odam sig'adi. Sport tadbirlaridan tashqari bu yerda madaniy tadbirlar, konsertlar o'tkaziladi. Zaruratga ko'ra yana 1,5 mingta o'rindiq qo'ya olamiz. VIP mehmonlarga mo'ljallangan. Ularni kutib olishga mos joylarimiz 3-qavatda. Bu yer 2022-2023 yillarda jihozlangan. VIP гостей, иностранных гостей на 3-м этаже тоже было реконструировано вот последний 22-23 год. Также у нас на цокольном этаже Shuningdek, quyi qavatda avvallari texnik xonalari bo'lardi. Hozir ular sport zallariga aylantirilgan. Ularda kurash va boshqa turli tuman sport seksiyalari ishlaydi. 3-qavatda avvallari ofis xonalari joylashgandi. Rekonstruksiya va modernizatsiyadan so'ng xoreografiya, vokal, bal raqslari zallari, shuningdek, xoreografiya maydonchasi jihozlandi. VIP zallar rekonstruksiya qilindi. Под залы, зал хореографии, вокала, бального танца. И у нас был реконструирован VIP-залы. И самой основной... Asosiy arenada 2021-yilgacha eski, 2010-yildagi o'rindiqlardan foydalanilgan. Ya'ni bu yerda faqat muz arenasi bo'lgan vaqtdagidek. Almaty shahar sport boshqarmasi yordami bilan o'rindiqlarni yangilab oldik. Hammasi yangi. VIP lojalardagi o'rindiqlar soni ko'paytirildi. Zallarga katta e'tibor berildi. Mashg'ulotlar o'tkaziladi. Turli tadbirlar tashkil qilinadi. Количество сидячих мест в основном по залу. И у нас занимается 2018-yildan boshlab bu yerdagi tadbirlar soni 2 marta ortdi. Shu tariqa sport saroyi ishlab turibdi. Ko'p yillar davomida ishlashiga ishonchimiz komil. Дворец спорта существует, работает. Надеемся, еще дальше будем работать. Мы оснастили, вот как вы видите в зале, мягкие сиденья. Mana shunday jihozladik. Ko'rib turganingiz kabi, zalga yumshoq o'rindiqlar qo'yilgan. Ha, bular hammasi bizning yuzimiz. Jihozlar shu yil qo'yildi. Bari odamlar vaqtini qulay sharoitda o'tkazishiga moslashtirilgan. O'tirishga qulay, hech narsa qimirlamaydi, siljimaydi. Bizda boshqalardan yaxshiroqligini ko'rsatadigan asosiy kriteriy o'tiradigan o'rindiqlar sozligi deyish mumkin. На данный момент лучше вот иметь посадочные места. Albatta, sport obyekti 2010-yilda lol qoladigan darajada keng ko'lamli rekonstruksiyadan o'tkazildi. Ammo oradan 15 yil o'tdi. Bu davr mobaynida sport va madaniyat saroyidan faol foydalanildi. Bu yerda sport birinchiliklari, madaniy va ijtimoiy tadbirlar tashkil etildi. Buning sabablaridan biri saroyning shahar markazida har tomonlama rivojlangan va turli tuman, shu jumladan transport infratuzilmalariga boy joyda ekanligi. Shuning uchun yil taqvimida bu saroyda o'tkaziladigan kamida 250 ta anjumanni ko'rish mumkin. Ularda kamida 1,5 million odam qatnashadi. Albatta, shu qadar faol foydalanish binoning ahvoliga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli so'nggi bir necha yil ichida yana ta'mirlash ishlari va texnik modernizatsiya uchun mablag' ajratildi. Zero ayni shu davrga kelib sportni, sog'lom turmush tarzini ommalashtirish, saroy faoliyatiga oddiy odamlarni jalb etish zarurati ko'pchilikni o'ylantira boshladi. У нас больше площадей увеличили по линии спортивным. Bizda maydonlar ancha kengaydi. Sport mashg'ulotlari uchun zallar bor. Sport seksiyalari ishlaydi. Shu kunlarda 14 ta seksiya faoliyat yurityapti. Sport zallarida odam gavjum. Спортзалы. С 17-18 года у нас была реконструкция. 2018-yilda foye, jamoat hojatxonalari, kiyim almashtiradigan xonalar rekonstruksiya qilindi. Osiyo o'yinlari vaqtida 4-qavatda restoran, umumiy ovqatlanish joyi bor edi. Lekin u restoran sifatida ishlamayotgandi. Но мы как ресторан не смогли сдать. 2018-yilda Almaty shahar sport boshqarmasi uni ham sport zallariga aylantirish taklifini berdi. Hozir ko'rasiz, unda ham sport zallari bor. Sportchilar, bolalar muntazam shug'ullanadi. Там занимаются спортсмены, дети занимаются. Muntazam o'tkazilayotgan takomillashtirish tadbirlari, restavratsiya, qo'shimcha jihozlar, modernizatsiyaning ijobiy jihatlari yaqqol seziladi. Balvon Sho'laq nomli sport va madaniyat saroyida hammaga qulaylik yaratilgan. Professional sportchilarga ham, ishqibozlarga ham, sog'lom turmush tarzi ishtiyoqmandlariga ham. Muz yaxmalak yil davomida faoliyat yuritadi. 3000 nafardan ziyod almatilik o'quvchilar yozilgan o'nlab sport seksiyalari muntazam ishlab turibdi. Bu yerda shunchaki sayr qilish ham maroqli. Chunki so'nggi modernizatsiya doirasida saroyda
jamoat maydonchalari tashkil etildi. Yondashgan hududda xiyobon tashkil qilindi. Daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Trenajyorlar va bolalar o'yin maydonchalari qurildi. Yangilangan sport majmuasi foyesida esa zamonaviy Qozog'iston rassomlarining ko'rgazmalari tashkil qilinadi. Bu yerda sportga qiziqmaydigan odamlar ham zerikib qolmaydi. Balvon Sho'loq sport saroyiga qanday maqsadda kelgan bo'lsangiz ham harorat, toza havo tufayli o'zingizni yaxshi his qilasiz. Barcha xonalarda ventilatsiya tizimlari jahon standartlariga to'g'ri keladi. So'nggi yillardagi modernizatsiya tufayli erishilgan yana bir narsa pollarning 3 qavatli, zarang yog'ochidan yasalgan sport inshootlari uchun maxsus tayyorlangan parket bilan qoplangani. Shuningdek, asosiy arena yoritish tizimida ham qator o'zgarishlar bor. Три-4 года тому назад мы 3-4 yil avval ushbu hududni LED yoritgichlar bilan jihozladik. Hali hech kim bunday qilmagan. Biz bu borada birinchi bo'ldik. Ayni vaqtda 2010-yil rekonstruksiyasidan qolgan yoritgichlarni ham saqlab qoldik va yangisi ham bor. Qo'shimcha ventilatsiya o'rnatildi. Multizonal tizim joriy etildi. Bu kabi obyektlarda hali bizdagi kabi jihozlar o'rnatilmagan. Multizonal tizim makroiqlim uchun javob beradi. Зональную систему внедрили тоже. На таких объектах еще не было, это как пробно. Multizonalная sistema отвечает за. Bunday katta inshootlarda haroratni maromida tutib turish o'ta muhim. Chunki ko'pchilik to'plangan joyga muntazam musaffo havo kirib turishi, kirish-chiqish joylarida zarur jihozlar bo'lishi lozim. Harorat ko'ngildagidek darajada saqlanishi shart. Приток свежего воздуха, отток и температурная среда должна быть комфортная. Balvon Sho'loq nomli sport va madaniyat saroyini bugungi kunda ko'p vazifali sport majmuasi deb atash mumkin. Ha, u Olmatidagi eng yoshi ulug' sport majmualaridan biri, ammo baribir o'sishda davom etyapti. В данный момент проходит Hozir polning yuza qavati xavfsizligini ta'minlash ishlari bajarilyapti. Turli jarohatlar, tirqish yoriqlar bo'lmasligi kerak. поверхности самого поля, чтобы избежать повреждений, там царапины, окалины, еще что. Многофункциональность здесь на поле мы. Ko'p vazifali deganining ma'nosi shundaki, bu yerda turli tadbirlar, voleybol, boks, har qanday tadbirlar uchun sharoit bor. Biz bu yerda yana nimalarni o'tkazdik? Gandbol bo'ldi, mini futbol bo'ldi, hammabob, istalgan tomonga bura olamiz. Ну, многофункциональную, как хотите, так можем повернуть. У нас, когда проводится крупная... Ha, yirik, xalqaro darajadagi sport va madaniyat tadbirlari o'tkaziladi. Xorijlik mehmonlar ko'p keladi. Ularni kutib olganmiz, kutib olaveramiz. Tashkilotchilardan tanbeh eshitmaganmiz. Не было никаких замечаний со стороны организаторов. Balvon Sho'loq nomli sport va madaniyat saroyi kun tartibiga kelsak, biz tasvirga olish uchun kelganimizda bu yerda navbatdagi respublika darajasidagi sport tadbiri bo'lib o'tayotgandi. Сейчас в данный момент проходит. Hozir 2 davra o'yinlari o'tkazilmoqda. Biz esa ana shu guruhning peshqadami o'yinini ko'ramiz. Сейчас мы видим, играют лидеры этой группы. Aysulu Tandovli, Tabazov xokkey klubi bu ayollar, yoshlar terma jamoasi. Yunus Gratsiya jamoasi esa Qarag'andidan. Женская команда первая и команда Юнус Грация из города Караганды. Aysulu ayollar xokkey klubi o'z arenasida raqiblarini kutib olyapti. Bu jamoa Balvon Sho'loq nomli sport va madaniyat saroyini baza sifatida tanlagan. У нас получается с 200. Bizda 4 ta, 2 ta bolalar, bitta yoshlar va bitta kattalar jamoasi mashq qiladi. Ularning barchasi uchun mukammal sharoitlar yaratilgan. Kiyim almashtirish, dush xonalari, trenajyor zali, tiklanish kabineti bor. Зал, наш и восстановительный кабинет. Да, наш клуб базируется. Ha, klubimiz aynan shu bazada, yaxmalakda shug'ullanadi. Bizda kiyim almashtirish xonalari, trenajyor zal, qo'shimcha binolar va muz bor. Muz sifati juda yaxshi, sharoitlari chakki emas. Качество льда хорошее, условия неплохие. Overall, my tour of the Palace of Sports and Culture left a great... Umuman olganda sport va madaniyat saroyi bo'ylab qilgan ekskursiyam o'zimga juda yoqdi. U hatto ichkariga kirishimdan avval ko'nglimdan joy olgandi. Bino megapolis markazida joylashgan. Kelish yo'llari juda qulay. Mashina qo'yish joyi keng. Bugungi kunda bu ham o'ta muhimligi sir emas. factor in today's world.
The surrounding infrastructure is well developed and the central stadium Atrofida infratuzilma yaxshi rivojlangan. Markaziy stadion uzoq emas. Ko'plab sportchilar uchun buning ahamiyati katta. even enter the building. Inside everything is well maintained. Yana takrorlayman. Bularni binoga kirmay turib ko'rib oldim. Ichkarida esa hammasi orasida va oliy darajada. Bu yerda professional sportchilar ham, havaskorlar ham mashq qilishni istashini sezib turibman. Ulkan sport rejalari bo'lmagan. Shunchaki konki uchishni istagan shahar ahli ham shu yerda vaqtini faol harakatda o'tkazishni yaxshi ko'radi. To sum up, the Balwan Sholak Palace of Sports and Culture is an Xulosa, Balwan Sholak nomli sport va madaniyat saroyi juda qoyil maqom. Almatiliklar va shahar mehmonlari, bu yerni ko'rishni istasangiz albatta keling. Afsuslanmaysiz. Men Madi Fazil, siz bilan xayrlashaman. Ko'rishguncha.